Assalomu alaykum, sizlar bilan bugungi videoda yana renderlaymiz. Bugungi videoda biz Dream Draft o'ynaymiz. Shovqinlar eshitilsa e'tibor bermanglar. Korotchi, hammaga rahmat. Biz 145 ta bo'limiz aytganimdan da ziyoda rahmat hammaga obuna bo'lganlar uchun. Bugungi videoda biz Dream Draft o'ynaymiz. Unda oldin bir tanishib chiqamiz. Mana shu sostav. Hakimi chiqqandi, bunaqadan ololmadim. Men Tyuranni qamab qo'yganman. O'zi cherkilar keldi. Mana eng muhimni aytmanman bo'la. Mana dinamik kartalar kelgan. Bo'lib hamma qanday olishdi. Mana shuncha narsalardan olsanglar, mana o'yinchilarni qaranglar, eng muhimini qarang. Sanifda 82 ketdi. Mana shu o'yinchilarni men olaman, ko'p balo olishga harakat qilaman. Obunachilar uchun ham olaman. Mana shunday korotchi. Hammaga rahmat. Keyin bo'lib, yana yangi video. Biz 170 ta obunachi bo'lsa, keyin 20 ta like bo'lsa, bo'ladi. Keyin negativ yozmanglar, negativlar. Mana Tyuranni olamiz. Unda biz boshladik, ko'p cho'zib bitirmaymiz. Men cho'zishni yomon ko'raman. Endi bizga mana shu qulay. 5-3-2 qulay. Oyisi keldi. 100% oyisini olam. Yondiryapti-da oyisi. Bo'tga Kobelni olamiz. Bizga muhim emas uncha. Buni olamiz, Gvardiolni. Joshka gol. Bu Bastoni, ana Bastoni. Yaxshi sostav. Bo'tga albatta Saliba super o'ynayapti. Omadimiz kuchlimizdan hamma sariq o'yinchi. Pachon olamiz, 100 talik. Bitta Hakimi, chunki Hakimini joyi ber. Omadim. Kirab Hakimini tanlaymiz. Super o'yna Hakimi. Guimaraes. Jota omadimiz keldi. Opavodan keladi. Yaxshi. Declan Rice. Bo'tga. Nima DLC o'tabizmi? Yomon erkalaryapti bo'tga. Albatta Holland o'ynaymiz. Alvarez ham yaxshi o'ynayapti. Holland 5 shans bo'tga. Просто 5 shans. Yana omadimiz bor. Respekt shu o'yinchiga, dahshat o'yinchi Lewandowski. Men yoqtiraman shu Lewandowskini, dahshat o'ynaydi. Sostavimiz hozircha faqat sariq, yana sariq. Pickford to'g'ri, Pickford shunday save qilgandi, dahshat. Unda bir reklama ko'rib chiqamiz. Hammasini sariq qilishimiz kerak-da, reklama ko'ramiz. Mana ko'rib chiqdik. Mana, yaxshi. Rahmanini olamiz. Faqat reklama ko'ravermaylik. Konshani olamiz. Bitta ko'k. Pushti kartali, mana shu Bergda pushti kartaliga bor, o'shaning uchun ham Patrik Bergni tanlaymiz. Pushti kartaliga borligi uchun bo'tga Kristanteni olamiz. Bo'tga Martinelli, Gabriel Martinelli, Braziliya terma jamoasi o'yinchisi, Normani, zo'r o'yinchi. Bo'tga John Felixni olamizmi yoki Thiago'mi? O'ylash kerak. Thiago'ni olamiz, chunki Thiago pushti karta bo'lgan. Ham dahshat pushti karta, shuning uchun ham Thiago'ni olamiz. Bo'tga Hugo Ekitike yoki Barcelona o'yinchisi Gordon yo Ekitike. Ekitikeni olamiz, ham reytingi yaxshi, ham hech kim xafa bo'lmaydi. Buni olamiz. Super sostav chiqdi. Sostavda bitta rasmga olmaslik bo'ldi. Buni sostavdi. Shuni yo'qotay. Mana shuni boshlanish anaqa screenshot qilib olamiz. Beli. Mana chiqib ketdi. Aniq shuni confirm qilamiz.
Videodan qisqagina va zo'r normal videochamiz yo'qdan bo'lsa shunday. Mana bitta Lewandowskiga respekt, lekin buni bitta qo'yib qo'yamiz. Lewandowski zaxiradan tushadi. Raisda bitta shokolad chiqsa e'tibor bermaylar. Bitta buni qo'yamiz, bitta buni qo'yamiz. Yo'q, nima qilamiz? Chunki Hakim Pachoni xatolarini to'g'rilaydi, Joshka gol yo'shirdi turadi. Endi bilan tartarovga chiqamiz. Shokollarga e'tibor bermaylar qo'shnilar. Mana shunday sostav chiqdi. Super sostav yo jazir emasmi? Shuni kommentariyga yozinglar. Hollandga lekin tushgan zirvil. Mana uni yutgaman. Shuni yutib ochgandan mana fil qilib qo'ydim. Shokollarga e'tibor bermaylar. Kimdir kelib qoldi. Video bizlar bir asamga tegadi bir. Mana shu kinanga qo'shilganman. Shu 3 ta narsani bajarib tashlabsan kinan. 4-sini o'ylashga topdi. Lekin hech bajara olmayapti. Mana shu bilan qo'shilmoqchi bo'lsam eshitdaman. Sostavim mana shunday. Böyle ko'p yozuvchilar bo'ldi. Like va obunalarni hamma narsalarni bosib tashlanglar, kommentlarni. Keyin negativ yozmanglar. Agar negativ yozsang, shartta bam berib suyib taylayman. Negativ yozsanglar, asamizga o'tasi. ikkitagina 4 ta obunachisi bormi yo'qmi? Kirib hangirab bir asamimga deydi. Negativ yozmanglar. Nega negativ yozasiz? Yo like va obuna bosib meni qo'llab-quvvatlanglar yoki jimgina negativ yozmasdan jimgina o'tiring. Obunachilarim, menga obuna like bosganlarga respekt. Va pizza negativlar. Men sizlarni shartta yo'q qilib yuboraman. Ayab o'tiraman men. Negativ yozinglar, ketdilar. Negativ yozmanglar shuning. Shu qayman qo'laman negativlar. Shuni o'tib ketaverman. Bir xurib ketar itga o'xshab. Men bunday gaplarni so'kib aytayotganim uchun kommentga so'kib yozmaylar. Negativ qilib, hech narsa qilmasam yomonlaydiganlar uchun maxsus gaplar bu. Mana shunday. Qarorchi negativ yozmaylar. Shu videoda 20 ta like va 20 ta obunachi kelsa, biz yangi video chiqaramiz. Qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Hammaga yurakdasizlar, negativ yozmasanglar bo'ldi. Xayr hammaga. Videoni o'chiraman men. Xayr, sog' bo'linglar jigarlar.